Qo'cham qalla, qochibdilar yana. Qochmaysiz, o'rganib qoldingizku. O'rganib qoldingizku. 21 yarim. Yana ish bo'lar ekanda. 20 ming qilib bering. Maza Yo'q, unaqa pulga umuman qanchaga berasiz? Qo'cha oxirgi narxini ayting. Bo'ladigan, yiqilgan joyini ayting. $600 o'tib berayman, bor baraka. nima 600 dolar nech pul? 20.900 bo'ldi. O'ldiryapti. Yana o'sha 100 so'mga talashamizda, yana o'sha 100 so'mda shu. Ha, sirtasichi? Yo, sa qo'l turishni stoykani qara, ham deyapti. Kalta? Bering, yo siltalmayman, qo'chasiz. Bering 20.900. Ya, o'sha 21 ming qilib qo'yar, bo'ldi. Ha, shuni 20.900 bering. Bo'pti. Barakam, ana qara. Mana 20.900 ga bitta xudo xolasa Depal S7 mashinada hamma funksiyasi bor xudo xolasa. Shu rangligidan 3 oy minganman, maza qilganman. Narxi vobshe shikolat bo'ldi. 20.900 ga aniq boshqa joydan ola olmaysizlar. 20.900 ga faqat naqd pulga xarid qilsalaring bo'ladi. Keyin genam qilib berishadigan bo'ldi xudo xolasa. Pastda raqamlar qoldiramiz. Bunaqa shanslarni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna knopkachasini bosib, moshinchaga bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin.